Bugun Ispaniya chempionatini ikkita yana qiziq o'yinini ko'rib chiqamiz. Bu Real Sociedad Real Madrid o'yini va Valencia Betisga qarshi o'ynaydi. Valencia Betis o'yinini birinchi bo'lib ko'rib chiqadigan bo'lsak ham qiziq. Ikkinchi o'yin ham juda qiziq. Bu joyda Valencia bilan Betis o'yinida jamoalarning kuchlarini solishtirgan bo'lsa deyarli teng va Real Sociedad Real Madrid o'yinida ham bahs qanaqa bo'lishi qiziq bo'lib turibdi. Shunga o'xshash o'yinlarni, tahlillarni, statistikalarni Telegram kanalimizdan topsanglar bo'ladi. Hammasi informatsiyalar shu joyda bo'ladi. Silka opsiyonlarda qiziq ko'rishingiz mumkin. Demak, biz birinchi o'yinni tahlildan boshlaymiz. Keyin esa videoning oxirida ekspresslarni yig'sak bo'ladi. Birinchi o'yin albatta Valencia Betis o'yini. Ikkala jamoa teng harakat qilishi kutilmoqda. Bu joyda Valencia birinchi bo'lib gol urishi mumkin. Unga nisbatan Betis ham javob qaytaradi. Mana shunaqa tarzda o'yindagi holat teng o'tishi kutilmoqda. Agarda Valencia oldinga chiqsa va o'yinni boshlarida bo'sh hududlardan Betis foydalanib ko'rsa bo'ladi yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Agarda Betis faqatgina himoyaviy o'yin qiladigan bo'lsa, Valencia ularga bosim berib, himoyasini sochib yuborishi mumkin. Va umuman olganda ikkala bahs ham qiziq bo'lishi mumkin. Valencia ham juda yaxshi tarkibga ega, yaxshi shakllanib kelayotgan jamoa oxirgi La Liga turnirlarida va Betisni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Betis ham albatta bir paytlar Yevropa ligalarining asosiy ishtirokchilaridan biri edi. Har doim qatnashib yurishadi. Yevropa ligalarida ham guruh bosqichida juda yaxshi qatnashgan edi. Va umuman olganda tavakkal qilishga qiynaladi baribir Betis jamoasi Valenciaga nisbatan sal pastroqdek ko'rinadi. Shaxsan men uchun agar tavakkal qilgan bo'lsa, tavakkal ishlamasa, Valencia bo'sh zonalardan bemalol foydalanib ketsa bo'ladi. Va umuman olganda biz bu o'yinda kuchli teng ekanligini hisobga olgan bo'lsak, aynan mana shu jamoa yutadi degan variantdan ko'ra, umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p degan variantni olsak, men uchun ma'qulroq. Ya'ni 0-1, 1-1, 1-2, 2-1 shunga o'xshash minimal hisoblar, ya'ni ikkala jamoa gol uradigan hisoblar bo'ladigan bo'lsa, aynan bizning tanlovimiz o'tishi mumkin. Buning uchun esa ikkala jamoadan ham gol kutamiz va ehtiyotkorona ham ochiq futbol qilishligi kerak bo'ladi. Ikkinchi o'yin Real Madrid va Real Sociedad o'yini va bu joyda biz yaqqol Real Madridda favorit deyishimiz ham to'g'ri va demasligimiz ham to'g'ri. Demasligimizning sababi albatta bu joyda Real Sociedadda o'zining missiyasi bor. Real Madridga qarshi maksimalni himoyaviy o'yin qilish, qarshi hujumlarda Real darvozasiga gol urishga urinib ko'rish. Lekin 90 daqiqa Real Madridga qarshi himoyalanish oson emas. Real baribir o'ngmi, chapmi yoki to'g'ridan imkoni boricha himoyani yorib kirishga harakat qiladi Real Sociedad jamoasini. Lekin bu joyda Real Sociedad Real Madrid oldinga chiqib turgan paytida bo'sh zonalardan qarshi hujumlarda foydalanib ketsa bo'ladi va buning uchun esa Real Sociedad oldindagi chiziqdagi hujumchilarni yaxshigina kuchaytirishi lozim bo'ladi. Lekin juda qiyin va bu joyda biz Real Madridning hisobini oladigan bo'lsak, Real Madrid albatta yaxshigina hujumkorona stiliga, o'yinchilari ham juda yaxshi shakllangan va shu sababli Real Madrid aynan bu o'yinda bemalol gol urishi kerak deb o'ylayman. Agarda Real Madrid birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa, Real Sociedadning o'yin uslubi o'zgarib ketishi mumkin yoki agarda Real Sociedad gol urib qo'yadigan bo'lsa, uni 2 barobar Real Madrid jamoasi maksimalni oldinga o'tib harakatlanadi. Shu sababli Real Madrid o'yinida ochiq aytib qolaman, cho'zib o'tirmayman. Real Madrid Real Sociedad o'yinida Real Madrid g'alabasi kutilmoqda va umumiy gol soni 1.5 dan ko'p. Ya'ni bu joyda baribir Real nisbatan ustunroq ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, mana shunaqa natijaga keldik va biz aynan shu natijaga erishishimiz uchun Real Madrid foydasiga hisobni qilishimiz kerak. Endi 1-2, 1-3 yoki 0-2 hisoblari bo'ladigan bo'lsa, aynan shu hisoblar evaziga mana shu tanlovimiz Real Madrid foydasiga o'tadi. Va shunaqa qilib biz yakuniy ekspresslarni bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi, cho'zib o'tirmasdan. Birinchi o'yinda Valencia Real Betisga qarshi o'ynasa, bu o'yinda umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p gol dedim, chunki ikkala jamoani ham kuchi teng va oddiy bu joyda biz raqibni nima desam ekan, bitta raqib yutadi degan variantni tanlagandan ko'ra ikkala jamoani kuchidan kelib chiqqan holatda mana shunday tanlov qildik. Ikkinchi o'yinda esa Real Madrid g'alaba qozonadi va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p dedim. Ya'ni 1-2, 1-3, 2-0 hisobi Real Madrid foydasiga bo'lgan bo'lsa, aynan shu tanlov o'tadi. Va xuddi shunaqa tanlovlarni hammasini ham Telegram kanalimizdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Silka opsiyonida o'tib qiziq ko'rishingiz mumkin. Va bu tanlovlar hammasi 100% ishlaydi deb garantiya bermaymiz. Ekspresslar hammasi 100% ishlamaydi. Lekin jamoalarning oxirgi imkoniyatlari va natijalariga qarab biz mana shunday tanlovga keldik. O'ylaymanki sizlarga yoqdi va video like bosing, yoqqan bo'lsa va keyingi videolarda